Müslüman ulamalarının içinde büyük orunga ega ulamalardan İbn Qayyim bunda bir tariflaydi. İman bir odamdagi mijoz, ya'ni axloq. Biz bugun so'zlamoqchi bo'lgan axloq shu imonning o'zi shu. Qanday odam mijoz jihatda sizdan yaxshi bo'lsa, turmush yashash odatida sizdan yaxshi bo'lsa, uning iymoni sizdan yuqori deydi. Amaliyotda Payg'ambar alayhisolatu vasallamning nurg'un xususiyatlari bor. Dinga da'vat qilish, musulmonlarni yetaklash jarayonida nurg'un xususiyat, alohidliklar Rasulullah jamlashgan. Rasulullah vahiy qildi. Rasulullah Jibril tarafidan kuchlantirildi masalan. Rasulullah uni qildi, Rasulullah buni qildi. Qo'rqmas, botir va ya mushu Rasulullohning umumiy da'vosining g'alaba qilishga ta'sir ko'rsatgan bir muncha ishlar bor Rasulullohning. Ammo Allah Rasulullahni maqtagan vaqtida, Rasulullahni tilga olgan vaqtida sen qahramon, sen botir, sen bu demidi. Nim dedi? Rasulullahning shu go'zal mijozini tilga olib turib, "Va innaka la'ala xuluqin azim." Sening mijozing ajoyib yaxshi dedi. Ama biz o'zimiz tushunadigan shaklda tarjima qilsak, ya'ni sen buyuk axloq sohibisan degani, sening mijozing ajoyib yani. Sen hayotingning yashash shaklin, boshqalar bilan aralashish, muomala qilish shaklin o'zgacha, ajoyib, buyuk degan shaklda Rasululloh tilga oldi. Ya'ni Rasulullohning bir mo'nchilagan alohidliklari, xususiyatlari biz tayyorlaymiz Rasulullohni. Oy Rasululloh degan siyosiy qo'mondan, manda alohidlik bo'lgan 100 mashhur shaxsning birinchisi. Qur'onda Rasululloh nima deyotdi? Buyuk axloq sohibi. Ya'ni mijozi pek yaxshi deyotdi Qur'onda. Mijozi ajoyib deyotdi ya'ni Qur'onda. Rasulullohning Allah tarafidan muayyanlashtirilgan alohidligining birisi Rasulullahning axloqi. Nima uchun bu axloq, bu mijozning dinda bu qadar o'rni cho'ng desa, bir iymon aytgan odam bilan iymon aytmagan odamning yashash usulida hech farq bo'lmaydi odatda. Boshqalarga nisbatan, sirtdagilarga nisbatan illaki faqat va faqat boshqalar bilan bo'lgan muomala, aralashish, ilm bilim, gap so'z, boshqalarga tutilgan pozitsiya, mijoz jihatidan farqlanadi. Ya'ni demak, bir odamning iymon aytib aytmaganini shu odamning yasham uslubiga qarab turib farqlantiramiz. Boshqalar qilgan muomalasiga qarab turib farqlantiramiz. Unda bo'lsa, mushaka xulosalasak, bir odamning haqiqiy yaxshi musulmon emas yoki aniqroq degan vaqtda musulmon emasligi nimaga qarab bilinadi? U odamning bizga qilgan muomalasi, gap so'zi, hayot qo'ygan beqishiga qarab turib. Demak, bir odamning mu'minligi axloq.